soxta hojilaring ko'nglimni g'ashlar. Soxta hojilaring ko'nglimni g'ashlar. Masjiddan chiqib g'iybatim boshlar. O'tgan har ayolga ko'z qirin tashlar. Yana qo'shiq aytsam deyishar yomon. Qaysi biring mo'min, qaysi musulmon? Shaytondan darsni o'qib, fol ochib yolg'on to'qib, haloliga harom tiqib, shayton bo'lsa nima dey? Hajga borib Makkaga Asadbek aytadi bir soxta mullaga, san iflos oyoqlaring bilan Makkani bulg'ama dedi. Alloh barchamizni yetkazsin. Mani orqamdan noto'g'ri fikrga borib gapirib yurganlar ko'p, lekin mana shu gapimiz yozilyapti. Qo'limizdan kelgancha, nafasimiz kirib chiqib turgancha inshaalloh Allohga qulluq qilaman. Allohga qulluq qilamiz. Haqiqiy musulmon bo'lishga qo'limiz